va'daga vafo qilib, bugun sizlar bilan mana shu aksessuarimizni yasashga o'rganamiz. O'zimizga kerakli bo'lgan narsalarni hammasini oldimizga yig'ib olamiz va abotokumizning o'rta qismiga mana shunaqa bargimizni shu ko'rinishda qashtirib, sim yordamida qotirib olamiz. Bargimizni qotirib bo'lgach, abotokumizga klik surib, klik qotguncha olib qo'yamiz. Bu vaqt oralig'ida esa biz metraj ko'zlarimizni 3 xil razmerda qilib, har bir razmerini 4 ta donadan kesib olamiz. O'rtadagi bargimiz uchun ham metraj ko'zlarimizni kesib olamiz va yopishtirishni boshlaymiz. Bargimizning o'rta qismiga uzun, uning ikkala yoniga bir xil razmerdagi kaltaroq, undan keyingilari undan ham kaltaroq qilib yopishtirib olamiz. Bizda mana shunaqa bu shaklda hosil bo'ladi. Ikkala yoniga 8 razmerdagi aprava ko'zimizni yopishtiramiz va boyaga kesib olgan metraj ko'zlarimizni eng uzuni, keyin undan kaltarog'i, keyin eng kichkinasini yopishtirib, yana aprava ko'zimizdan 5 dona yopishtirib olamiz. Ko'zlarimizni yopishtirib bo'lgach, mana shu metraj ko'zimizni eng kaltasidan boshlab, sredniysi va eng uzunini shu ko'rinishda yopishtirib olamiz va yana xuddi shu holatni takrorlaymiz. Ikkinchi tarafini ham xuddi shu ko'rinishda bezatib olamiz. Mana bezatib oldik. Endi o'rtadagi bargimizga kiyimimizni surib, ozgina qotirib, metraj ko'z va lotka ko'z yordamida mana shu ko'rinishda bezab olamiz. Shu bilan aksessuarimiz tayyor. Keyingi videoda ko'rishguncha.